Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bir chiroylikgina ob'ekt boshlaganmiz mana. Xudo xolsa tugash jarayonida anaraga yigimali shivelerlarimiz duoyini qilib qo'yganmiz. Aslovni balkamizga 30 li shiveler tashiganmiz. Xudo xolsa balkalarni tashab oldik. Nag'aziga 7,5 metr 760. Va bu nag'aziga 920. Bu telesnissamiz mana bu yerdan bo'ladi. Bu yerdan pastga tushadigan. Bu telesnissamiz bu yerdan tevaga chiqadigan. Mana bu yerda yana bir proshatkamiz bor. Kuzatishda davom etinglar, barchaga omad.